Toshkent davlat transport universitetida talabalar bandligini ta'minlash, ularni bo'sh ish o'rinlari bilan ta'minlash maqsadida ikkinchi xalqaro transport va logistika mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Hozirda mamlakatimizdagi ko'plab oliy ta'lim muassasalarida yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularning bandligini oshirishga qaratilgan mehnat yarmarkalari bo'lib o'tmoqda. Shu jumladan Toshkent davlat transport universitetida ham ana shunday tadbir tashkil etildi. Ushbu yarmarka yoshlarga munosib ish o'rinlarini yaratish, ularning kasbiy ko'nikmalarini amalda qo'llashlariga yordam berish hamda mehnat bozori bilan yaqindan tanishtirish maqsadida o'tkazilmoqda. Mazkur tadbirda 120 dan ortiq mahalliy va xorijiy tashkilotlar ishtirok etdi. Ular orasida temir yo'l transporti, avtomobil logistika xizmatlari, aviatsiya kompaniyalari, axborot texnologiya firmalari, xalqaro va boshqa ko'plab yo'nalishlarda faoliyat yurituvchi yirik tashkilotlar qatnashdi. Toshkent davlat transport universitetida bu xalqaro transport va logistika mehnat yarmarkasini o'tgan yili boshlagan bo'lib, an'anaviy shaklga buni aylantirib, bizlar mana bu yili ikkinchisini o'tkazmoqdamiz. O'tgan yili ishga 776 kishi joylashtirgan edik. Bu yili shu ko'rsatkichni 800 dan ortiq, 900 ga yaqin demak ko'rsatkichimiz yetadi. Bu o'z navbatida albatta bitiruvchilarimizni ishga joylashish masshtablarini ham kengaytirib imkoniyatlar yaratiladi. Naша компания Energy China, мы уже в O'zbekistonda. Bizning Energy China kompaniyasi O'zbekistonda 14 yildan beri ishlab kelyapti. Toshkent davlat transport universiteti bilan 5 yildan beri hamkorlik qilamiz. Har yili 10 ga yaqin bitiruvchi talabalarni ishga olamiz. Bu yil 20 nafarni qabul qilmoqchimiz. Bizning loyihalarimiz Toshkent shahrida va Farg'ona, Namangan, Samarqand va Toshkent viloyatlarida amalga oshirilmoqda. Bizda juda keng imkoniyatlar, jumladan jahon texnologiyalar menejmenti imkoniyatlari mavjud. Yarmarka davomida talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini ish beruvchilar oldida namoyish etish, real vakansiyalar bilan tanishish, hatto mehnat shartnomasini joyida imzolash imkoniyatiga ham ega bo'lishdi. 2024-yil 3-kursligimda Adam Global mas'ullari kelib, o'zini kompaniyasiga amaliyotchi sifatida qabul qilishgan. Amaliyot tugagandan keyin 1 yillik amaliyotchi sifatida yana qabul qilib olib, o'zida yarim stavkada ish faoliyatini olib borganmiz. Hozirgi paytda meni yana boshqatdan kelishdi va meni kafolat injeneri sifatida to'liq stavkada qabul qilishdi. Tadbir doirasida soha mutaxassislari ishtirokida ochiq muloqotlar, seminarlar, taqdimotlar, mahorat darslari hamda kelgusidagi qo'shma loyihalar yuzasidan muzokaralar ham bo'lib o'tdi. Bu esa nafaqat ish topish, balki zamonaviy mehnat bozori tendensiyalari bilan yaqindan tanishish uchun ham katta imkoniyat bo'ldi.